Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatuvchilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Navbatdagi darsligimizni sizga taqdim etayotganimdan juda ham mamnunman. Bugungi videorolikimizda mana shu fasonni chiqaramiz, bichilishini, tikilishini ko'rib chiqamiz. Har doimgidek avval qog'ozga bichib tayyorlab olamiz. Koketka tayyorlab olamiz qizlar. Koketkamizni yelka kengligi 20 sm, bu chok haqi bilan, yelkani qiyaligi 3, bo'yin o'yindini kengligi 9. O'yindining chuqurligini kim qancha xohlasa o'shancha qilishi mumkin. Men 14 santimetrlik qilib oldim va mana bunday nabarot yarimoy shakl qilib chizib oldim. Yelkadan ko'krak uzunligi 24, ko'krak aylanamizni 4 ga bo'lamiz va 3 santimetr qo'shib olamiz. Chunki chiqarmoqchi bo'lgan fasonimiz bor. Proymamizning chuqurligi 22 santimetr va koketkamizni uzunligini 42 santimetr qilib belgilab oldim. Belgacha uzunlikda. Koketkamizni pastki qismining kengligi ham ko'krak aylana bilan teng. Mana shu joydan 11 santimetr masofa o'lchab olamiz, ya'ni koketkamizni oldi tugmali va to'g'ri chiziq tortib olamiz. Agar tugmasiz bo'lganda 9 santimetr qilardik. Chiziqdan keyin 5 santimetrlik masofa o'lchab chiqdim. Yana to'g'ri chiziq tortdim. Endi mana bu joy ko'krak uzunligimiz o'lchangan joy edi. Shuni ro'parasidan yon chok tarafdan chiziq tortib oldim. Keyinroq mana shu chiziq bilan vetichka chiqaramiz. Mana tayyor bo'ldi koketkamiz. Mana bu chizgan chizig'imiz bo'ylab oxirigacha yetkazmasdan kesib olamiz va mana bunday qilib bir-biriga 3 santimetr kenglikda o'tkazib, vetichkani chiqarib olamiz. Endi tayyorlab olgan andazamizdan foydalanib, abayamizni bichishni boshlaymiz qizlar. Qarang, avval mana bu oldi tarafdagi chiziqqacha bo'lgan masofani bostirib chizib oldim va chizig'idan teng tekis qilib buklab oldim. Buklagandan keyin buklov bo'ylab chizib oldim va 1 santimetr chok haq berdim. Endi qarang. Shu old bo'lakni kesib olamiz. Endi andazamizni chizig'imiz bo'ylab kesib chiqib, mana shu bo'lagini mana shunday qilib ozgina chok haqi bilan bostirib chizib olamiz. Men 2 santimetr chok haqi tashlab chizdim. Xohlasangiz u tomondan 1, bu tomondan 1 santimetrdan tashlab qilishingiz mumkin. Va eng oxirgi bo'lagimizni ham xuddi shunday, mana bu tomondan ham 1 santimetr chok haqi bilan, yon tarafdan ham 1 santimetr chok haqi bilan kesib oldim. Chizishda xohlasangiz andaza bo'ylab chizib, kesishda shunchaki 1 santimetr kengroq qilib kesishingiz ham mumkin. Mana qizlar, andazamiz bostirilib kesilgandan keyingi ko'rinishi. Hammasi chok haqi bilan, atrofiga chok haqi berilgan. Endi navbatdagi ishimiz ko'ylagimizni, kiyimimizni orqa tarafini bichib olishga. Umumiy uzunlikka ozgina chok haqi bilan uzunlikni belgilab oldim. Mana bu joydan 20 santimetr yelka kenglik, 4 santimetr skladka uchun, yana 4 santimetr skladka uchun, yana bir marta 4 santimetr skladka uchun 3 dona 4 santimetrlik masofa qo'shib oldim. Ya'ni orqa tarafga 3 dona skladka tushiramiz. Yelkadan 22 santimetr proymani uzunligi va 4 santimetr proyma uchun. Proymani yumaloq shakli uchun chizib oldim. Va mana shu joyning kengligi menda 42 santimetr bo'ldi. Etak tomondan ham 42 santimetrni o'lchab, to'g'ri qilib chizib oldim. Endi shu chizgan chiziqlarimiz bo'ylab qarang, proymani yarmoy qilib kesmadim, to'g'ri o'tib ketdim. Mana shunday qilib chizib olamiz. Skladkalarni tikib bo'lgandan keyin proyma o'yishimiz mumkin bo'ladi. Buni tikilish jarayonida ko'rib olasiz inshaalloh. Orqa tarafimiz tayyor bo'ldi. Endi mana bu bo'lakdan 102 santimetr o'lchab oldim. Bu koketkamizning pastki qismidagi etagi. Buni ham kengligi 42 santimetr kenglikda. Koketkamiz taxminan 39 santimetrga tayyor bo'ladi. Etak qismimiz 102 santimetr uzunligimiz kelib chiqadi. Endi kiyimimiz uchun yeng bichib olishimiz kerak. Bu oldi tarafimiz. Mana bu bo'lagimizga aptochka ham bichib olishimiz kerak.
avval yeng bichamiz, yengdan ortgandan aptachka bichamiz. Yengimiz uzunligi aslida 58 sm, men 65 sm qilib belgilab oldim. Abayalarning yengini biroz enliroq buklashga odatlanganman. Kengligimizni esa 28 sm qilib oldim. Buklangan tarafimizdan 4 sm kenglikda skladka uchun masofa tashladim. To yengimizni uchigacha 4 sm dan o'lchab chiziq tortib oldim. Endi yengimiz mana bu joydan 3 sm masofadan keyin 22 sm proymamizning chuqurligini o'lchadim. Yuqoriga va pastga 1 sm dan to'lqinsimon chiziq chizib oldim. 4 sm belgidan keyin yengimizning uchini kengligini 19 qildim. Yengimizni chizib tayyorlab oldik. Endi kesib chiqishimiz mumkin. Yengimizni yoyib, bir tarafidan mana bu yuqoriga ko'tarilgan joyini ozgina kesib olamiz. Bu yengimizning oldi tomoni hisoblanadi. Belgi qo'yib qo'ydim. Ortga materialdan esa mana bu oldi bo'lagimiz uchun aptachka bichib olamiz. Oldi bo'lagimizni shakli bilan teng qilib kesib bichib olamiz. Ya'ni ko'ylagimizni mana shu joyi 2 qavat bo'ladi. Menda mana bunday bo'lak ortib qoldi. Bu bo'lakchalarni 2 sm kenglikda qilib kesib qo'ydim. Bu bo'lakchalardan kiyimimizni bezatishda petля tikmoqchiman. Tikilish jarayonida ko'rasiz hali inshaalloh. Mana bu oldi bo'lagimiz. Qarang qizlar. Oldi o'yindini xohlagan joyingizgacha o'lchab, masalan, ochiqlikni qanchalik xohlasangiz o'shancha o'lchab, mana bunaqa petlachalar tikib, tugma qadaydigan joy qilishingiz mumkin. Men buni mana shunday qilib tikib, bitishga yaqin qolganda kiyib ko'rdim, lekin o'zini kengligi normal chiqdi. Keyinroq bu petlalarni olib tashlaganman. Buni yana ko'rasiz darslik jarayonida. Uni bahonada mana shunaqa petlyali ko'ylak tikishni ham o'rganib olishingiz mumkin. Petlalarimni uzunligini 4 sm, 5 sm qilib kesib oldim va mana bunday qilib oldi ochiqlikka belgi qo'ygan joyimdan boshlab tikib chiqdim. Xohlasangiz to koketkani oxirigacha petla qilishingiz ham mumkin. Hozirgina bichib olgan aptachkamizni ustidan mana shunday qilib qo'yib 1 sm kenglikda chok bilan tikib chiqdim. Materialim o'zi qalin bo'lganligi sababli men flizilin, dublerin yopishtirmadim. Mana bu joy ozgina yarmoy shaklda bo'lganligi uchun kesib oldim. Ichkaridagi petlamizni oshiqcha joylarini ham kesib oldim. Ana endi buni mana bunday qilib to'ntarib, dazmollab qo'yishimiz mumkin. Dazmollab bo'lgandan keyin mana bu joyni bir-biriga yopishtirib kliylab olamiz. Tikishda siljib ketmasligi uchun. Har ikkala tarafimizni men tayyor qilib olganman. Mana shu joyni mana kliylab oldim. Navbatdagi ishimiz mana shu bo'lagimizga ishlov berishga. Qarang, oraliq masofasini 7 sm qilib belgilar qo'yib chiqdim. O'rtadagi bo'lakdan tashqari. Mana har bitta belgilarga mana bunday qilib petlachalar tikib chiqamiz yana. Mana shunday qilib boshlashingiz mumkin. Har birini alohida yaxshilab zagribka qilib tikishingiz kerak. Petlani qo'yib bo'lgandan keyin ikkinchi petlagacha materialingizni ustidan tikib bormang. Sabab mashinangiz tortib qo'yishi mumkin, mana shu choklaringiz tortishib chiqishi mumkin. Petlani tikib bo'lib, lapkani olib, narigi petla uchun yana alohida lapkani bosishingiz kerak. Shunda choklaringiz akkuratni, tekis, chiroyli bo'lib chiqadi. Mana qizlar, ikkinchi taraf bo'lagimizga ham shunaqa qilib petlalarimizni tikib oldim. Endi o'rtadagi bo'lagimizni mana bunday qilib qo'yib, chok beramiz ustidan. Endi esa ikkinchi tarafimizni qarang, mana bunday qilib qo'yib, yana 1 sm kenglikda chok bilan tikib chiqamiz. Choklarimizni petlalarni o'rta tomonga yotqizib, akkuratna qilib dazmollaymiz.
Endi qizlar razmerga solib olishimiz kerak. Koketkamizni bir-biriga o'tkazib olib, mana bu joylarga tugmani qadaydigan joyimizni aniq qilib belgilab chizib olamiz. Mana shu joy yelka kengligimiz 38 bo'lishi kerak. Menda 40 sm hosil bo'pti. Ikkala tomondan 1 sm dan kesib olishimga to'g'ri keladi. Ko'krak uzunligini o'lchadim va mana shu joydan ko'krak elini 100 ga tayyor bo'lish kerak. 100 50. Menda 53 sm bo'ldi. Har ikkala tarafdan 1,5 sm dan olib qo'ydim. Etek qismini shunday qoldirdim kengligicha. Chunki abaya keng bo'lishi kerak, figurani bildirish kerak emas. Ko'krak elini ham aslida ko'krak aylaniga nisbatan biroz kengroq. Bro'ymamiz o'zi 22 sm ga tayyor bo'ldi shunday. Mana kesib oldik. Endi etek qismimizni mana bunday qilib birlashtiramiz qizlar. Etek qismimiz biroz kengroq bichilgan. Mana shu joyni keng bo'lib ortib qolgan joyni skladka qilib tushirib o'tib ketishimiz kerak. Endi mana shu joydan boshlaymiz. Buklov hosil qilib ignacha qotirib oldim. Ikkinchi tarafdan ham xuddi shunday. Ignalarni qotirib kelib, hozirgina petla tikkan chokimizni chekkasiga yetganda skladka hosil qildim. Materialimni oshiqcha joyini skladka hosil qilib buklab oldim. Va yana ignachalarni qo'yib oldim. Endi mana shu joyni mana to'ntarganimizda mana bunday ko'rinishga keladi. Chok bilan tikib oldim. Tikkandan keyin mana skladkamizni bir 15-20 sm gacha taxlab dazmollab olishimiz kerak. Mana shu joyga igna qo'yib qo'ydim, skladkam ochilib ketmasligi uchun. Chunki ustidan bezak qo'yamiz. Mana bu tarafini esa shu buklov holida pautinka kley yordamida yopishtirib chiqdim. Kleylab bo'lgandan keyin mana shu joyni chekkasidan chok berib tikib olishingiz mumkin. Mana bu ikkinchi tarafdagi bo'lagimiz. Etek qismi tayyorlab olingan, xuddi hozirgi ko'rsatganimdagidek qilib. Endi kiyimimizni orqa tarafini tayyorlaymiz. Bichilish jarayonidan esingizda bo'lsa, 4 sm dan 3 ta bo'lak, ya'ni 12 sm kenglikda masofa tashlab olgan edik. Mana shuni endi o'rtadan buklangan joydan 4 sm belgi qo'yib oldim, qizlar. Ana shu 4 sm bo'lakni 38 sm gacha, ya'ni belgacha bo'lgan uzunlikgacha chizib chiqdim. Tikkanimda siljib ketmasligi uchun bulavchkalardan foydalanib qotirib oldim. Chizig'im bo'ylab mashina yordamida mayda chokda tikib oldim. Mana bu ustki tomondan ko'rinishi. Mana shu materialimizni shunday ikkiga teng qilib yoyib, igolka qotirib olamiz. Keyinroq dazmollashda oson bo'lishi uchun. Endi diqqat bilan kuzatib turing. Shu chokimizdan 20 sm o'lchaymiz, belgi qo'yamiz. 20 dan keyin bo'yin o'yindini kengligiga 9 va yelkamizni qiyaligi. Yelkamizni teng o'rtasini o'lchab belgilab olamiz. Mana menda mana shu joy bo'ldi. Mana shu chokdan o'sha o'rta bo'lakgacha 14 sm kenglik hosil bo'ldi. Mana shu 14 sm bo'lagimizni u tomoniga 4, bu tomoniga 4 sm dan o'lchab, ikkala belgilarimizni birlashtirib, tekis qilib buklab olamiz. Va mana bu tarafdan 4 sm belgilar bilan chizib olamiz. Bu chizig'imizning uzunligi 35 sm uzunlikda. Ya'ni o'rtadagiga nisbatan biroz qisqaroq. Xuddi avvalgidek bulavkachalardan qo'yib, mashina yordamida tikib olamiz. Ikkinchi tarafini ham xuddi mana shunday qilib belgilab oldim. Chiziqdan keyin 14 sm kenglik, 4 sm skladka. Chizig'imning uzunligi 35 sm uzunlikda. Mana qizlar tikib oldik. Skladka bo'lish uchun mana bunday qilib
buklab igolkalarni qo'yib oldim. Endi esa dazmollayman. Iloji boricha bu fasonni dazmolga bo'ysunadigan materialdan tikkaningiz yaxshi. Mana bu skladkalardan keyingi ko'rinishi. O'rtadan buklab oldim. Razmerga solyapman. Yelka kengligi 19, bo'yin o'yindining kengligi 9, o'yindan chuqurligini 2-3 sm qilishingiz mumkin. Yelkani qiyaligi 3, yelkadan ko'krak uzunligi 24, ko'krak aylanamizni esa oldi bilan teng qilib oldim. 25 lekin 26 qildim cho'k haqi bilan. Proymani chuqurligi 22 sm. Chiziqlarimiz bo'ylab kesib olamiz. Mana shu joydan kesganingizdan keyin skladka choklaringiz yoyilib ketishi mumkin, ochilib ketishi mumkin. Ehtiyotlab igolka qotirib qo'ying yoki mashina yordamida yaxshilab zakripka qilib qo'ying tikib. Endi ustki tarafdan mana bunday qilib oldi bo'lagimizni qo'yamiz. Yelka choklarimizni aptachkamiz bilan birga qo'shib tikib olamiz. Qizlar, bu jarayon ko'rsatilmadi. Buni hammangiz bilasiz. Har darsimizda qayta-qayta ko'rsatiladi. Tikib bo'lgandan keyin dazmollab, uzun 1,5 metr uzunlikda, eni 0,5 santimetr, 0,5 millimetr kenglikda shnurok tayyorlab oldim. Uzunligi 1,5 metr. Va mana bu petlalarimizdan o'tkazib, krestik hosil bo'lgan joyini igolka bilan qotirib chiqdim. Keyinroq buni mashina bilan zakripit qilib olamiz. Mana qarang. Har bir krestik bo'lgan joyiga igolka qotirib oldim. Shunday qilib qotirib mashina bilan tikib qo'ymasak, harakatlanganimizda yoki biror narsaga ilinib qolganda bu o'tkazilgan shnuroklar o'zining shaklini yo'qotib qo'yishi mumkin, xunuk turishi mumkin. Kiyganda udobni bo'lish uchun, bexijolat bo'lish uchun mana shu variantdan foydalandim. Masalan, yuvgan paytingizda ham har safar shnuroklarni alohida o'tkazib, yechib olib yoki shaklini to'g'rilab yurishga ehtiyoj bo'lmaydi. Shnurogimizning eng pastki qismini bandikcha qilib, bandikchani ham qotirib tikib qo'ydim. Mana tayyor bo'ldi. Buni chiroyli qilib dazmollashimiz kerak. Qizlar, abayamiz uchun yengimizni tayyorlab olamiz. Qarang, 4 sm kenglikda qilib buklov berib tikib oldim. Endi yengimizni teng ikkiga buklab, mana bu joydan bitta lineykani eni bo'ylab chiziq tortib oldim. Bu bizni tushiradigan skladkamiz hisoblanadi. Pastki qismidan yuqoriga 12 sm o'lchab belgilab qo'ydim. Mana shu joygacha biz mashina yordamida chok yurg'izib olishimiz kerak. Ya'ni 12 santimetrlik belgigacha chok bo'lishi kerak. Mana chokni tikib nihoyasiga yetkazdim. Endi mana ustki tarafda mana shunday ko'rinadi. Biz bu yengimizni mana shunday qilib buklov hosil qilib, chiroyli qilib dazmollab olamiz. Mana shu joyni 12 santimetrlik belgi qo'yilgan joy, ya'ni chokimizning yakuniy qismini mana bunday qilib zakripit qilib qo'yamiz, qotirib qo'yamiz. Yengimiz tayyor bo'ldi. Endi tayyor yengimizni asos qismimizga qo'shib tikib olamiz, qizlar. Yengimizni asosga o'rnashtirib bo'lganimizdan keyin yengimizni uchidan boshlab yon choklarimizni birlashtirib tikib olamiz. Tayyor kiyimimizni etak qismini notekis joylarini tekislab, oshiqcha joyini chok bilan buklov hosil qilib tikib olishingiz mumkin. Men bu jarayonni ko'rsatmadim. Kiyimimiz tayyor bo'ldi. Keling, tayyor holatini ko'rib chiqamiz. Qizlar, mana bu kiyimimizni tayyor holati. Fasonga yaxshilab e'tibor bering. Oldi mana bu tugmalari bor joy skladkali, yenglarimizga ham shunga mos ravishda fason qilingan. Orqa tarafimiz ham mana qarang, 3 dona skladkali, har bitta skladkaga tugmachalar bilan bezak qo'yilgan. Qizlar, dasturimizning yakunida sizga sotuvdagi onlayn kurslarimizni har doimgidek taklif qilaman. Kurslarni sotib olish uchun yoki to'liq ma'lumot olish uchun opisiyaniyadagi Telegram kanalga, gruppaga va ekranda ko'rsatiladigan telefon raqamlari orqali Telegram va WhatsAppdan menga murojaat qilishingiz mumkin. Kelasi video darsliklarda siz bilan ko'rishgungacha xayrlashaman. Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Bizni kanalimizdan uzoqlashmang.